Chupa-chups. Doimiy xursandchilik. Anime Chon ismli oddiy kambag'al universitet talabasidan boshlanadi. Shahardagi eng qudratli sehrgar ekan. Men sehrli qurolman. Otasi g'azablanib, "Shu paytgacha qayerda eding?" deb so'raydi. Chonning otasi unga baqirib, uni bekorchi, befoyda deb haqorat qiladi va hattoki Suyening uyiga vaqt o'tkazishga ayblaydi. Chon asli haqiqatni aytmay, Suye hurmatli qiz ekanligini va o'zi muhim ishlar bilan shug'ullanayotganligini aytadi. Lekin bu gap otasini yanada g'azablantiradi va o'g'lini Suye bilan uchrashmasligini ogohlantiradi. Chon xafa bo'lib ko'chaga chiqib ketadi. Shu payt Suye huzuriga sehrlar sohibi kelib, uni yaqinlashib kelayotgan voqealar xavfli, hushyor bo'lish kerakligini ta'kidlaydi. Suye javob berishga ulgurmay, telefoniga Kaining odamlarini bog'lab, olov ichida ushlab turganligi tushirilgan video keladi. U darhol yordamchilar bilan o'sha joyga otlanadi va yo'lda Chonga qo'ng'iroq qilib, xavfli vaziyatni tushuntiradi hamda uni uyda qolishga buyuradi. Suye manzilga yetib borganida hech kimni topa olmaydi va bu tuzoq ekanligini tushunadi. Telefon qilmoqchi bo'lganda kimdir uni sindiradi. Qarasa qarshisida katta tashkilot a'zosi Queen turibdi. Yonida esa Kai va uning quroli Sora. Butun guruh shu yerda edi. Blue va Red darhol jang shakliga o'tadi. Queen kutilmaganda kuchli zarba yo'llaydi. Suyeni urmoqchi bo'ladi. Ammo Blue uni oxirgi daqiqada qutqaradi. Suye hayratda qoladi. Queen oddiy inson, lekin qanday qilib bunday g'ayritabiiy kuchga ega bo'lishi mumkin? Agar u qurol bo'lmasa tushunarli edi, ammo bunday emas. Queen esa kulib, "Seningdek erkak qiz hech qachon men kuchga yetish uchun qanday azoblar chekkanligimni tasavvur ham qila olmaydi", deydi. Blue yetar deb baqirib, Red bilan maxsus birlashgan hujumni qo'llaydi. Bu zarba hatto eng kuchli dushmanlarni ham jarohatlangan edi. Ammo Queenga ta'sir ham qilmaydi. U tezlashib Bluega shafqatsiz zarbalar beradi va nihoyat og'ir jarohat yetkazadi. Red ham hujum qiladi, lekin Queen uni tepib uloqtiradi va ikkisini ham chaqmoq bo'roni ichida azoblaydi. Suye esa yordam bera olmaydi. Yig'lab ularni to'xtashni buyuradi. Blue va Red esa og'riq ichida, "Sen bizni faqat qurol deb bilding, lekin biz seni qizimiz deb hisoblaymiz. Himoya qilmasak bo'lmaydi", deyshadi. Bu so'zlar Suyeni larzaga soladi. Birdan yorug'lik taralib, Blue va Red asl qurol shakliga qaytadi. Suye ularni qo'lga olib, jiddiy jangga kirishga tayyorlanadi. Bu paytda Suyening ittifoqchilari Chonning uyiga yetib kelib, tashkilotning hujumi yaqinlashayotganligini aytishadi. Chon tezda reja tuzib, uni amalga oshiradi. Tez orada Otto va Long boshchiligidagi askarlar keladi. Gigi ularning qarshisiga chiqadi. Otto yordamchisiga hujum qilishni buyuradi. Gigi esa qochayotgandek qilib ularni aldab ketadi. Otto mag'rurligi sabab tuzoqqa tushib, uni quvadi. Long ham ergashadi. Ketishdan oldin u askarlarga "Uy endi himoyasiz, uni egallanglar" deb buyruq beradi. Askarlar uyga bostirib kirishlari bilan Bi va Suyening do'stlari ularga qarshi chiqib, maydonni qonli jangga aylantirishadi. Suyening ittifoqchilari askarlarni tezda yengadi. Bi esa kuchli sehrli zarba berib, hammani yerga qulatadi va so'nggi zarba bilan ularni butunlay yo'q qiladi. Chon bundan qattiq g'azablanadi. Ammo Bi unga "Raqibga rahm qilish mumkin emas. Turnirda qatnashishga qaror qilgan bo'lsang, ozgina shafqatsizlikni ham o'rganishing kerak", deydi. Shu payt Suye Queenga qarshi jangda qat'iyat bilan hujum qiladi. U ketma-ket zarbalar berib, nihoyat Queenni devorga uradi. Queen oxirgi kuchini yig'ib, kuchli sehrli zarba yo'llaydi. Lekin Suye undan qochib qarshi hujumga olov sehridan foydalanib, Queenni qattiq kuydiradi. Mag'lubiyatni sezgan Queen Kai bilan birga chekinadi. Suye esa kuchdan holdan toyib yiqiladi. Bu orada Hi Otto bilan to'qnashadi. Otto yordamchisiga hujum buyuradi, lekin Hi qilich bilan zarbani to'sadi. Ninja qiz yashirincha hujum qilmoqchi bo'lganida Bi paydo bo'lib, uni sehr bilan to'sadi. Otto kulib,
bizni yengaman deb o'ylayapsanmi? Imkonsiz, deydi va yordamchisi hamda ninjaga haqiqiy jangni boshlashni buyuradi. Yordamchi Bi bilan to'qnashadi. Ninja esa ko'zdan g'oyib bo'ladi. Chon esa xavotirga tushadi. U istalgan payt Bini orqadan yakson qilishi mumkin edi. Chon yechim izlab birdan reja o'ylaydi. Otoga qarab yuguradi va Gigiga hujum qilishni buyuradi. Ammo ninja to'satdan paydo bo'lib zarbani to'sadi. Shu lahzada Bi kristal sehr zarbasini qo'llaydi, lekin Otoning yordamchisi qalqon bilan himoya qiladi. Keyin ninja qilichi bilan hujum qiladi, lekin qon to'kilganda bu Chon emas, Gigi edi. U xo'jayinini himoya qilish uchun o'zini qurbon qiladi. Og'ir yarador bo'lsa-da, ninjani orqaga surib, "Xo'jayinimga tegma", deydi. So'ng Chondan uzr so'rab, ovozi asta-sekin pasayadi va jon beradi. Chon uni uyg'otishga urinsa-da, javob bo'lmaydi. U yuragi ezilib yig'laydi. Oto esa beparvo yordamchisiga Bi bilan jangni davom ettirishni buyuradi. Yordamchi kuchli zarbalar beradi, lekin Bi bitta qo'li bilan ularni to'sib tashlaydi. Chon qayg'uga cho'kib e'tibor qila olmaydi. Shu orada yordamchi Bini kuchli zarba bilan uzoqqa uloqtiradi va uni tugatmoqchi bo'lganda, kutilmaganda qo'shimcha kuchlar yordamga yetib keladi. Blue va Red Suye bilan birga yugurib kelishadi. Suye darhol Gigni tekshiradi. Chon uni o'lik deb o'ylasa-da, Suye pulsini tekshirib, u hanuz tirikligini ko'radi. U ikkita sehr, shifo va qurol shakliga qaytarish sehrini qo'llaydi. Chonga shunday qilib u tezroq tuzaladi va kuchim ham kamroq sarflanadi, deydi. Oto hayratda edi. Suye avvaliga jangdan keyin holdan toygan bo'lishi kerak edi, ammo u kuchli. Ikki sehrini birdan ishlatadi. Suye esa uch do'sti unga energiya berganligini tushuntiradi. Bu paytda Blue va Red Otoning yordamchisiga kuchli zarbalar berib, uni ortga suradi. Bi esa asta-sekin to'liq kuchiga qaytadi. Oto xavfni sezib, "Bugun qochmayman, yashirin kuchimni ochaman", deydi. Long uni ogohlantirsa, Oto taqiqlangan texnikasini ishga soladi. Birdan yordamchisining kuchi keskin oshib, hammani bosib tashlaydi. Red qilich bilan hujum qiladi. Osongina to'siladi. Blue ham jasorat bilan zarba beradi, ammo u ham osongina yengiladi. Bir zarbada ikkalasini ham uloqtirib, ularning jang maydonini buzib, hammani haqiqiy dunyoga qaytaradi. Shunda hamma Kaining dahshatli yangi shaklini ko'rib qotib qoladi. Chon darhol Temo va uning askarlariga hujum buyuradi. Ular uchlik sehrli portlovchi hujumni qo'llashadi, ammo Kai to'sadi. Lekin kutilmaganda u hayratda qoladi. Chunki Chon va Bi birlashib ketib, dushmanlarni yengishadi va shu yerda anime poyoniga yetadi. Qiziq burilish. Video yoqqan bo'lsa, anime yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Xayr ko'rganda ko'rishguncha salomat bo'ling. YouTube'da pul ishlash sizlar o'ylaganchalik qiyin emas. Misol tariqasida shu kanal 29-iyul kuni pul ishlashni boshlagan va 10 kun davomida $1700 pul ishlashga muvaffaq bo'ldi va ba'zi kunlar hattoki $300 ga yaqin pul ishlagan. Nastroykasini ko'rishimiz mumkin. Bu kanal AQSh dollariga hisobni ko'rsatmoqda va bir haftada $1300 pul ishlagan. Agar bunaqa ikkita kanal qilib qo'ysangiz, bemalol moliyaviy erkinlikka erisha olasiz. Buni Amerikan YouTube deyishadi. Bunaqa kanal qilib pul ishlash uchun sizni gapirishingiz shart emas. Mikrofon, kamera hatto kerak bo'lmaydi. Kompyuter bo'lishi shart emas, shunchaki oddiy telefon bo'lsa bas. Hatto yosh bolalar va ayollarga ham mos keladi. Eng asosiysi, qimor yoki tavakkalchi o'yinlarga o'xshab pulingizni yo'qotmaysiz va kanal yuritish uchun pul tikish ham shart emas. Internet va xo'sh bo'lsa bas. Agar YouTube'dan daromad qilishni xohlasangiz, Telegramdagi Bir qadam pro kanalimizga qo'shiling va tekin maslahatlar va darsliklardan o'rganishni boshlang.